Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan yana PES kanali. Bugungi videomizda yangi kelgan James Vardy'ga open pack qilamiz. Ko'rishinglar mumkin. Leicester paytidagi vash shotga kelgan. Buni bilgan biladi. Adashmasam James Vardy faoliyatini tugatdi. Jamie Vardy'ni mana shu kartasi bor. PES'da shuni o'rniga endi Showtime'ni ushlashga harakat qilamiz. Ko'rishinglar mumkin. Videoni boshlashdan oldin обязательно obuna va like bosinglar. Hali bundan ham qiziq videolar bo'ladi. Agar qanaqadir fikringiz bo'lsa, kommentda bemalol yozib ketsanglar bo'ladi. Hop. Birinchi ustalikni shunaqa triklar qilib boshlaymiz. Statistikasiga kiramiz. All rating almashtiramiz. Odamlar shuni 100 coinsga churtdi, lekin qoyil qoldim. Bu menda o'xshamasligini bilaman. Hamma kerakli skilllar berilgan ekan Jamie Vardy'ga, tezligi просто bomba ekan. Mana shu tepada ko'rsatib qo'yaman statistikasini. 100 coins bilan boshlaymiz. 1 2 3 ushlab turamiz. Davay tushib berarmikan? Yo'q, tushmaydi. Buni bilgan edim. 100 coinsga tushmadi. Anthony Gordon. Shu Leicester eng zo'r hujumchilardan biri bu ham hozir. Endi bu yoqqa videoni tezroq qo'yganman. Sizlar zerikib qolmasliginglar uchun har xil statistikasiga kirib 100 coins bosdim, mana yana bitta tushmadi. Keyin statistikasiga kirib triklar qildim. Rosa triklar qildim. Menga 2,5 coinsga tushishi kerak edi. Yana 100 coins mana ketdi, tushmadi. Har xil yana statistikasiga kirdim, narsalarni qilib chiqdim. Endi bu yoqqa 900 talik boshlaymiz. 900 talik ochsa 10 ta futbolchi bu degani tushish ehtimoli katta degani. Shuning uchun 900 talik ochishga qaror qildim. Mana ko'rishinglar mumkin, phenomenal finishing skill bor Jamie Vardy'da. Bu juda zo'r, muvaffaqiyatli tarzda tugatish degani. Triklar qilamiz. Endi 9 talikda o'xshash kerak ancha. Lekin 2000 coins tushirmasa bilanda 91 2 3 4 bosib turib qo'yamiz. Let's go. Ketdi mana. Yondi. Ay. Ichi yashil. Bu Jamie Vardy bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin, lekin bu Jamie Vardy emas, Kasper Schmeichel. Kimdan tanib olsa bo'ladi. Shuncha kun sarflanyapti, lekin Jamie Vardy'ni hali ham berilmadi. Konami nima qotdi? 1300 coinsimiz qoldi. Videoni tezlashtirdim, yana triklar qilib 100 coinsdan boshladim. Mana 100 coins ketdi. Yana hech kim. O'zi pakda 50 tagina o'yinchi bor, lekin bermayapti. Yondi, yana hech kim. Endi bu yoqqa triklar qilib yaxshilab qilmasa bo'lmaydi. Jamie Vardy'ni bir amallab ushlash kerak, tezligi vashi bomba. Hop, yana 100 coins, yana hech narsa. Endi bu yoqqa bitta 10 talik, bittalik yetadi. Hozir 10 talik boshlaymiz. Hop, mana ketdi. 1 2 3 turib ana let's go bosamiz. Oxirgi o'ntaligimiz va bu James Vardy. Oxirgi o'ntaligimizda James Vardy'ni oldi. Va nihoyat Leicester eng zo'r hujumchilardan biri James Vardy. Booster bilan 1-3 bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Просто bomba.
Wow. Animatsiyani qaranglar. Просто bomba. Jamie Vardy. Welcome to the team. Screenshot olamiz. Обязательно Jamie Vardy unlock qilib qo'yishimiz kerak, chunki bilmasdan sotib olishimiz mumkin. Endi bu bolani kuchaytiramiz. 37 yoshda bunaqa statistikasi kimda bo'ladi deb o'ylaydilar. Order of signing. Hop, mana bizda Kasper Schmeichel birinchi o'ntalikda. Jamie Vardy oxirgi o'ntalikda. Turish qaranglar. Endi bular kuchaytiramiz. Avtomatik tarzda kuchaytiramiz. O'zi cho'tki holatiga kelib qoladi. Kasper Schmeichel buni avtomatik tarzda kuchaytirganimizda 97 holatiga yetib keldi. Endi bularning statistikasini ko'radigan bo'lsak, Kasper Schmeichel otasi ham afsonaviy darvoza bo'lmagan. Nормальный, juda zo'r emas, juda yomon emas. Asosiy qahramonimiz Jamie Vardynikini ko'radigan bo'lsak, 98 attacking awareness booster bermagan, 93 finishing, 96 tezlik, 98 tezlanish booster. Siz bu 37 yosh uchun vaqti bo'lmas statistika. Booster berib ko'ramiz. Random booster beramiz. Hop. Birinchisi dueling bo'lmaydi. 102 hali ham 102. Bizga Strikers Instinct kerak. Oxirgi boosterimiz va bu Strikers Instinct omadimiz keldi. Va Jamie Vardy 103 booster berganimizda 99 attacking awareness, 94 finishing va 96 tezlik, 99 qo'zg'alish. Просто bomba statistika bor. Bularga hali butsi bermaganmiz, double touch berilishi kerak. Double touch berilsa ancha yaxshilanadi. Hop, shu bilan videomiz tugaydi. Kanalga обязательно like, obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentga yozib ketinglar. Buni revyuni qilaymi yoki yo'q? Hammaga rahmat.